Aziz tomoshabinlar, bugun men 45 yoshdan yugurib fuqarolar, ayniqsa 55-60 yosh atrofidagi yurtdoshlarimiz, pensionerlar, pensiyaga chiqishga yaqinlashayotganlar va ularning farzandlari uchun juda muhim masalani tushuntirib beraman. 15 sentyabrdan keyin pensiya, ish staji, hujjatlar, qayta hisob-kitob va ayrim toifadagi fuqarolarning huquqlariga oid tartiblarda keskin o'zgarishlar haqida ko'p gaplar yuribdi. Eng xavflisi shuki, ayrim odamlar bu gaplarni eshitadi, lekin nima qilish kerakligini bilmaydi. Natijada kimdir ortiqcha hujjat yig'adi. Kimdir ariza bermay vaqtini o'tkazib yuboradi. Yana kimdir o'ziga tegishli pulni ola olmay qoladi. Shuning uchun men bugun hammasini oddiy tilda bosqichma-bosqich tushuntiraman. Oldin qanday edi? Endi nimalarga e'tibor berish kerak? Kim xavotir olishi kerak? Kim esa tinch bo'lishi mumkin? Ma'lumot sizning oilangizga, ota-onangizga, qo'shningizga yoki o'zingizning kelajak pensiyangizga bevosita ta'sir qilishi mumkin. Kanalga hoziroq obuna bo'ling, videoga like bosing. Chunki bunday ma'lumotlarni vaqtida bilgan odam yutqazmaydi. Men avvalo eng asosiy narsani aytaman. Pensiya masalasida o'zgarish deganda faqat pensiya miqdori oshishi yoki kamayishini tushunmaslik kerak. Eng katta masala bu hujjatlarning to'g'ri yuritilishi, ish stajining tan olinishi, ish haqi ma'lumotlarining bazaga kiritilishi, imtiyozli davrlarning hisob olinishi va pensionerning o'z huquqini vaqtida talab qila olishidir. Oldin ko'p holatlarda odam pensiya yoshiga yetgach, qog'oz mehnat daftarchasi, ish joyidan ma'lumotnoma, arxivdan olingan hujjatlar, harbiy xizmat, dekret ta'tili, nogironlik, boquvchisini yo'qotganlik yoki zararli ish sharoitida ishlaganini tasdiqlovchi qog'ozlarni olib yurishga majbur bo'lardi. Bitta hujjatda sana xato yozilgan bo'lsa, familiya bitta harf bilan boshqacha bo'lsa, korxona tugatilgan bo'lsa yoki arxivda ma'lumot topilinmasa, fuqaro oylar davomida sarson bo'lardi. Endi esa asosiy yo'nalish shundan iboratki, pensiya tayinlash va qayta hisoblash jarayonida elektron ma'lumotlar bazasi, rasmiy ish haqi, soliq va ijtimoiy to'lovlar bo'yicha ma'lumotlar, mehnat faoliyatini tasdiqlovchi elektron yozuvlar juda katta ahamiyat kasb etmoqda. Ya'ni odamning og'zaki aytgani emas, qo'lida eski qog'oz borligi ham emas, balki rasmiy tasdiqlangan ma'lumot hal qiluvchi bo'lib bormoqda. Bu nimani anglatadi? Agar fuqaro ko'p yillar norasmiy ishlagan bo'lsa, konvertda oylik olgan bo'lsa, mehnat daftarchasiga yozib kiritilmagan bo'lsa, sug'urta badallari yoki soliqlar to'lanmagan bo'lsa, ertaga pensiya hisobida muammo paydo bo'lishi mumkin. Aksincha hamma yili rasmiy ishlagan, ish haqi to'liq ko'rsatilgan, hujjatlari tartibli bo'lgan odamda pensiya tayinlash ancha yengillashadi. Men endi kimlar ayniqsa e'tiborli bo'lish kerakligini alohida tushuntiraman. Birinchi navbatda pensiyaga chiqishiga 1 yil, 2 yil yoki 3 yil qolgan fuqarolar. Masalan, 2 yoshli ayol yoki 11 yoshli erkak o'tirib, hali vaqt bor deb yurmasligi kerak. Chunki pensiya yoshiga yetganda hujjat qidirish kech bo'lishi mumkin. Ayniqsa 1990 yillar. 2000 yillar boshida turli korxonalarda ishlagan, keyin korxona yopilib ketgan, nomi o'zgargan yoki xususiylashtirilgan bo'lsa, stajni tasdiqlash oldindan tekshirilishi zarur. Misol keltiraman deylik. Bir fuqaro 1987 yildan 1998 yilgacha zavodda ishlagan. Mehnat daftarchasida yozuv bor, lekin zavod keyinchalik tugatilgan. Agar arxivda buyruqlar saqlanmagan bo'lsa yoki ishga kirgan va ishdan bo'shagan, sana bo'yicha dalil topilmasa, pensiya jamg'armasi bu davrni to'liq qabul qilmasligi mumkin. Shunda fuqaro 11 yil staj kutgan joyda 6 yil yoki 7 yil tan olinishi ehtimoli bor. Bu esa pensiya miqdoriga ta'sir qiladi. Ikkinchi toifa rasmiy va norasmiy ish aralash bo'lgan fuqarolar. Masalan, odam 15 yil rasmiy ishlagan, keyin 10 yil bozorda savdo qilgan, qurilishda ishlagan, taksida yurgan yoki kunlik ish qilgan. Agar bu davrda o'zi band qilgan shaxs sifatida ro'yxatdan o'tmagan bo'lsa, ijtimoiy soliq to'lamagan bo'lsa, bu yillar pensiya stajiga kirmasligi mumkin. Ko'pchilik aynan mana shu joyda xato qiladi. Men ishladim-ku deydi. Ha, ishlagan bo'lishi mumkin, lekin pensiya hisobida rasmiy tasdiq so'raladi. Uchinchi toifa pensioner bo'lib turgan, lekin pensiyasi qayta hisoblanishi mumkin bo'lganlar. Ba'zi pensionerlar pensiyaga chiqqandan keyin ham ishlaydi. Agar pensioner rasmiy ishlayotgan bo'lsa, uning ish haqi va to'lovlari keyingi qayta hisob-kitoblarda ahamiyatga ega bo'lishi mumkin. Lekin bu avtomatik ravishda har doim katta oshadi degani emas. Bu yerda ish haqi miqdori, to'langan badallar,
mavjud tartib va ariza berish talablari muhim. 4-toifa ayollar. Ayollar uchun bolani parvarish qilish davri, dekret ta'tili, ish staji uzilishi, yarim stavka ishlash kabi holatlar ko'p uchraydi. Men ko'p ko'rgan holat. Ayol 3 farzand ko'rgan, uzoq vaqt uyda bola tarbiyasi bilan bo'lgan, keyin rasmiy ishga qaytgan. U pensiyaga yaqinlashganda ayrim davrlar stajga qanday kiradi, qaysi hujjat kerak, tug'ilganlik guvohnomalari, mehnat daftarchasi. Ish joyi buyruqlari bor yo'qligi aniqlanmasa, keyin muammo chiqadi. 5-toifa zararli yoki og'ir sharoitda ishlaganlar. Masalan, shaxta, kimyo sanoati, issiq sex tibbiyotning ayrim yo'nalishlari, pedagogika, transport yoki boshqa imtiyozli staj berishi mumkin bo'lgan kasblar. Bu yerda oddiy mehnat daftarchasidagi ishchi degan yozuv yetarli bo'lmasligi mumkin. Lavozim aniq ko'rsatilganmi? Ish sharoiti tasdiqlanganmi? Korxona ro'yxati mos keladimi? Imtiyozli staj huquqi bormi? Bularning hammasi tekshiriladi. Endi raqamli misol bilan tushuntiraman. Faraz qilaylik, bir erkak 32 yoshga yetdi. Uning umumiy rasmiy staji 25 yil. Shundan 10 yilda oyligi yuqori bo'lgan, 15 yilda esa minimal ko'rsatilgan. Agar u norasmiy ishlagan yana tekis yilni isbotlay olmasa, pensiya hisobida faqat 25 yil asos bo'ladi. Agar o'sha 8 yil o'z vaqtida rasmiylashtirilganda yoki hujjatlar bilan tasdiqlanganda pensiya miqdori boshqacha bo'lishi mumkin edi. Bu farq oyiga 100 ming so'm, 300 ming so'm yoki undan ko'proq bo'lishi mumkin. Bir oyda kichik ko'ringan farq bir yilda sezilarli pulga aylanadi. Yana bir misol. Ayol kishi 55 yoshga yaqin 20 yil maktabda ishlagan, keyin 8 yil uyda farzand tarbiyasi bilan bo'lgan. Undan keyin 5 yil xususiy bog'chada ishlagan. Agar xususiy bog'cha uni rasmiy xodim sifatida kiritmagan bo'lsa, ish haqi bo'yicha to'lov qilmagan bo'lsa, u 5 yilni stajga qo'shishda qiynaladi. Shu sababli bugundan boshlab har bir fuqaro o'zining mehnat tarixini qog'ozda ham, elektron bazada ham tekshirish kerak. Kim xavotir olmasligi mumkin? Agar siz ko'p yillar davomida davlat tashkilotida yoki rasmiy korxonada ishlagan bo'lsangiz, mehnat daftarchangiz to'liq bo'lsa, elektron ma'lumotlaringiz mavjud bo'lsa, oyligingiz rasmiy ko'rsatilgan bo'lsa, hujjatlaringizda familiya, ism, sana, lavozim bo'yicha xatolar bo'lmasa, keskin qo'rqishga asos yo'q. Lekin baribir tekshiruv zarar qilmaydi. Chunki bitta kichik xato ham pensiya tayinlash kuni katta to'siqqa aylanishi mumkin. Endi men istisnolar, yashirin nuanslar va odamlar ko'p adashadigan joylarni tushuntiraman. Birinchi muhim nuqta, har bir yangilik ham hamma pensionerga bir xil ta'sir qilmaydi. Kimdir pensiya miqdori oshishini kutadi. Lekin aslida o'zgarish faqat hujjat topshirish tartibiga tegishli bo'lishi mumkin. Kimdir esa menga aloqasi yo'q deb o'ylaydi. Lekin uning staji yoki qayta hisob kitobi bo'yicha muhim imkoniyat ochilishi mumkin. Ikkinchi nuqta, pensiya masalasida og'zaki maslahatga ishonib qolmang. Mahallada kimdir endi hammaga bir xil bo'ladi deydi. Kimdir pensioner ishlasa pensiyasi kamayadi deydi. Yana kimdir 20 sentyabrdan keyin eski hujjatlar o'tmaydi deb vahima qiladi. Men bunday gaplarga ehtiyot bo'lishni maslahat beraman. Har bir holat rasmiy tartib, hujjat va shaxsiy ma'lumot asosida hal qilinadi. Eng to'g'ri yo'l pensiya jamg'armasi bo'limi, yagona interaktiv davlat xizmatlari portali yoki rasmiy davlat manbalaridan aniqlash. 3-nuqta, familiya o'zgargan bo'lsa, ayniqsa ayollarda. Hujjatlar zanjiri to'liq bo'lishi kerak. Masalan, qiz familiyasida ishlagan davr bor, keyin turmushga chiqqan, pasport o'zgargan, keyin yana boshqa hujjatlarda ism boshqacha yozilgan. Bunday holatda nikoh guvohnomasi, familiya o'zgarganini tasdiqlovchi hujjat, tug'ilganlik guvohnomasi yoki boshqa dalillar kerak bo'lishi mumkin. Aks holda bazadagi ma'lumot bilan mehnat daftarchasidagi ma'lumot mos kelmay qoladi. 4-nuqta, arxiv masalasi. Ko'plab eski korxonalar hozir yo'q. Lekin bu o'sha davrni umuman isbotlab bo'lmaydi degani emas. Korxona hujjatlari tuman yoki viloyat arxiviga topshirilgan bo'lishi mumkin. Ba'zan tashkilot nomi o'zgargan bo'ladi. Ba'zan huquqiy voris korxona bo'ladi. Shuning uchun odam birinchi urinishda ma'lumot yo'q degan javob eshitib to'xtab qolmasligi kerak. Arxivga yozma so'rov berish, oldingi tashkilot nomlarini aniqlash, ishga qabul qilish va bo'shatish buyruqlari, ish haqi vedomatlari, shaxsiy varaqa bo'yicha ma'lumot so'rash kerak. 5-nuqta, pensiya qayta hisoblanishi. Ko'p pensionerlar bir marta pensiya tayinlandi, endi hech narsa o'zgarmaydi deb o'ylaydi. Aslida ayrim holatlarda yangi hujjat topilsa,
ilgari hisobga olinmagan staj tasdiqlansa, ish haqi bo'yicha qo'shimcha ma'lumot chiqsa yoki qonunchilikdagi tartib buni nazarda tutsa qayta ko'rib chiqish mumkin. Lekin bu o'z-o'zidan bo'lmaydi. Ko'pincha ariza, hujjat va tekshiruv kerak bo'ladi. 6-nuqta. Minimal staj masalasi. Pensiya olish uchun faqat yosh yetashi yetarli emas. Staj ham muhim. Agar staj yetarli bo'lmasa, odam to'liq yoshga yetgan bo'lsa ham pensiya turi. Miqdori yoki ijtimoiy nafaqa masalasida boshqacha tartibga duch kelishi mumkin. Shuning uchun 15 yoshdan oshgan har bir inson bugundan boshlab o'z stajini hisoblab borishi kerak. Bu faqat oltin yoshda eslanadigan masala emas. 7-nuqta chet elda ishlagan davrlar. Ko'plab yurtdoshlarimiz Rossiya, Qozog'iston, Koreya, Turkiya yoki boshqa davlatlarda ishlagan. Bu davrlarning pensiya hisobiga kirishi har doim ham oddiy emas. Davlatlararo kelishuvlar, rasmiy ishlaganlik, to'lovlar, hujjat tarjimasi, apostil yoki konsullik tasdiqlar kerak bo'lishi mumkin. Agar siz chet elda 5 yil ishlagan bo'lsangiz, lekin hech qanday rasmiy shartnoma, to'lov yoki ma'lumotnoma bo'lmasa, bu davrni keyin isbotlash qiyin bo'ladi. 8-nuqta nogironligi bo'lgan shaxslar, boquvchisini yo'qotgan oilalar va ijtimoiy himoyaga muhtoj fuqarolar uchun alohida tartiblar mavjud bo'lishi mumkin. Bu yerda oddiy yoshga doir pensiya bilan aralashtirib yubormaslik kerak. Masalan, boquvchisini yo'qotganlik pensiyasi, nogironlik pensiyasi va yoshga doir pensiya turli asoslarda tayinlanadi. Hujjatlar ham farq qiladi. Shuning uchun oila a'zosi vafot etgan, nogironlik belgilangan yoki mehnat qobiliyatiga ta'sir qiluvchi holat bo'lgan taqdirda umumiy gaplarga emas, aynan o'zingizning holatingizga mos maslahatga tayanish kerak. Endi eng muhim qismga o'tamiz. Tomoshabin bugun nima qilish kerak? Men aniq qadamlarni aytaman. Birinchi qadam, hujjatlaringizni bir joyga jamlang. Pasport yoki ID karta, mehnat daftarchasi, diplom, harbiy bilet, nikoh guvohnomasi, farzandlarning tug'ilganlik guvohnomalari, ish joylaridan berilgan ma'lumotnomalar, arxiv javoblari, nogironlik yoki imtiyozga oid hujjatlar bo'lsa, barchasini alohida papkaga joylang. Hujjatlar yo'qolgan bo'lsa, hozirdan tiklashni boshlang. Ikkinchi qadam, mehnat daftarchangizni tekshiring. Har bir ishga kirgan va ishdan bo'shagan sanani ko'ring. Buyruq raqamlari bormi? Muhr bormi? Lavozim aniq yozilganmi? Tashkilot nomi tushunarlimi? Sana o'qiladimi? Agar 1909 o'rniga 1900 ga o'xshab qolgan joy bo'lsa yoki muhr ko'rinmasa, bu keyin muammo bo'lishi mumkin. Shunday joylarni alohida belgilab qo'ying. 3-qadam, elektron ma'lumotlarni tekshiring. Yagona interaktiv davlat xizmatlari portali, MyBond.uz, soliq organlari tizimlari yoki tegishli rasmiy xizmatlar orqali ish staji, rasmiy ish joyi, to'lovlar va shaxsiy ma'lumotlar bo'yicha ma'lumotlarni ko'rish mumkin bo'lgan joylarni tekshiring. Agar elektron bazada siz ishlagan davr ko'rinmasa, darhol vahima qilmang. Lekin uni tasdiqlash uchun qanday hujjat kerakligini aniqlang. 4-qadam, pensiya jamg'armasining hududiy bo'limiga murojaat qiling. Men ayniqsa pensiyaga 2-3 yil qolgan fuqarolarga oldindan maslahat olishni tavsiya qilaman. Mening stajim taxminan shuncha. Hujjatlarim mana, qaysi davrlar muammo bo'lishi mumkin deb so'rang. Og'zaki aytilgan gap bilan cheklanmasdan, zarur bo'lsa yozma murojaat qiling. Yozma murojaatga yozma javob beriladi. Bu esa keyin dalil bo'lib xizmat qiladi. 5-qadam, arxiv so'rovlarini to'g'ri yozing. So'rovda to'liq ism, familiyangiz, tug'ilgan yilingiz, ishlagan tashkilot nomi, taxminiy ishlagan davringiz, lavozimingiz, iloji bo'lsa bo'lim yoki sex nomi ko'rsatiladi. Men u yerda ishlaganman, ma'lumot bering deb umumiy yozish yetarli emas. Aniq sanlar, eski korxona nomi, manzil, rahbar familiyasi ma'lum bo'lsa, barchasini yozing. Arxiv xodimi sizning xotirangizni emas, hujjatni qidiradi. 6-qadam. Ish haqi bo'yicha ma'lumotlarni izlang. Ayrim hollarda pensiya miqdoriga faqat staj emas, ish haqi ma'lumotlari ham ta'sir qiladi. Eski davrlarda yuqori oylik olgan bo'lsangiz, lekin bu hujjat taqdim etilmagan bo'lsa, pensiya kamroq hisoblangan bo'lishi mumkin. Shuning uchun korxona yoki arxivdan ish haqi vedomoslari, ma'lumotnomalar, hisob-kitob hujjatlari bor yo'qligini aniqlash foydali. 7-qadam, xatolarni tuzating. Pasportda ism bir xil, diplomda boshqa, mehnat daftarchasida familiya noto'g'ri yozilgan bo'lsa, buni e'tiborsiz qoldirmang. Notarial tasdiq, FDG ma'lumotlari. Sud orqali faktni belgilash yoki tegishli organ orqali tuzatish talab qilinishi mumkin. Har bir holatda yo'l boshqacha.
Lekin eng yomon yo'l bu pensiya kuni kelguncha kutish. 8-qadam rasmiy ishlashga e'tibor bering. Men 25 yoshdan oshgan, lekin hali pensiyaga chiqmagan fuqarolarga alohida aytaman. Agar hozir ishlayotgan bo'lsangiz, ish beruvchidan sizni rasmiylashtirishni talab qiling. Oylikning to'liq rasmiy ko'rsatilishi ham muhim. Bugun qo'lga ko'proq olaman deb norasmiy oylikka rozi bo'lish ertaga pensiyada zarar keltirishi mumkin. Pensiya bir kunlik emas, yillar davomida olinadigan daromad. 9-qadam pensioner bo'lsangiz ham tekshiring. Agar siz allaqachon pensiya olayotgan bo'lsangiz, lekin keyin eski hujjatlar topilgan bo'lsa yoki ilgari hisobga olinmagan staj borligini bilsangiz, endi kech deb o'ylamang. Hududiy bo'limga boring. Ariza yozing. Hujjatlarni taqdim eting. Qayta hisoblash mumkinmi yoki yo'qmi? Buni mutaxassislar rasmiy tartib asosida ko'rib chiqadi. 10-qadam har bir murojaatning nusxasini saqlang. Ariza topshirdingizmi? Kirim raqamini oling. Javob keldimi? Saqlang. Arxivga so'rov berdingizmi? Nusxasi qolsin. Hujjatlarni telefoningizda rasm olib qo'ying, lekin asl nusxalarni ham asrang. Ko'p odamlar aynan shu oddiy tartibga amal qilmagani uchun keyin men topshirgandim deb isbotlay olmaydi. Men yana bir hayotiy vaziyatni tushuntiraman. Ota 34 yoshda pensiya olayapti. Farzandi uning eski papkalarini ko'rib, 1900 yillarda ishlagan yana bir korxona ma'lumotnomasini topdi. Ota bu davr pensiyaga kirmagan deb o'ylaydi. Bunday vaziyatda nima qilish kerak? Birinchi, hujjatning asl nusxasi ko'riladi. Ikkinchi, u davr mehnat daftarchasida bormi tekshiriladi. Uchinchi, pensiya jamg'armasiga ariza bilan murojaat qilinadi. To'rtinchi, zarur bo'lsa arxidan tasdiq so'raladi. Agar hujjat qonuniy kuchga ega bo'lsa va tartibga mos kelsa. Qayta ko'rib chiqish masalasi ko'tarilishi mumkin. Yana bir vaziyat, ona 57 yoshda umrining katta qismini uyda farzand tarbiyasi bilan o'tkazgan, keyin 12 yil rasmiy ishlagan. U men pensiya ola olmaymanmi deb xavotir qiladi. Bu yerda umumiy javob berib bo'lmaydi. Uning staji, bolalar soni, rasmiy davrlar, boshqa asoslar amaldagi tartib bo'yicha tekshiriladi. Shuning uchun u hozirdanoq hujjatlarni yig'ib mutaxassisga ko'rsatishi kerak. Taxmin bilan yurish o'rniga aniq hisob kitob kerak. Yana bir vaziyat. Erkak kishi 20 yil rasmiy ishlagan, 10 yil chet elda bo'lgan. Chet elda rasmiy shartnoma bilan ishlagan bo'lsa, hujjatlari bo'lsa, ularni tarjima qilish, tasdiqlash va tegishli tartibda taqdim etish masalasi ko'riladi. Agar umuman hujjat bo'lmasa, bu davrni isbotlash qiyin. Shuning uchun chet elda ishlayotgan fuqarolarga ham aytaman, shartnoma ish haqi varaqasi, soliq yoki sug'urta to'lovlari haqidagi hujjatlarni saqlab boring. Bu jarayonda yana bitta muhim maslahat. Hech kimga pul berib, pensiyangizni oshirib beraman degan va'dalarga ishonmang. Pensiya rasmiy hujjat, staj, ish haqi va qonuniy asos bilan belgilanadi. Agar kimdir sizdan pul so'rab, ichkarida odamim bor desa, bu juda xavfli. Siz nafaqat pulingizdan ayrilishingiz, balki soxta hujjat bilan muammoga qo'lishingiz ham mumkin. Har doim rasmiy yo'lni tanlang. Men ekspert sifatida shuni ham aytaman. Pensiya tizimdagi eng katta o'zgarishlardan biri fuqarodan mas'uliyat talab qilinishidir. Oldin odamlar ko'pincha davlat o'zi biladi deb yurardi. Endi esa har bir fuqaro o'z ma'lumotini tekshirishi, xatosini tuzatishi, hujjatini saqlashi va kerak bo'lsa ariza berishi kerak. Davlat bazalarida ma'lumot bo'lishi yaxshi. Lekin bazaga noto'g'ri ma'lumot kirgan bo'lsa yoki umuman kirmagan bo'lsa, birinchi bo'lib bundan fuqaroning o'zi zarar ko'radi. Aziz tomoshabinlar, bugungi mavzuning asosiy mazmuni shuki, 25 sentyabrdan keyingi o'zgarishlar haqida gap ketganda faqat pensiya oshadi yoki kamayadi deb o'ylamang. Eng muhim masala sizning ish stajingiz, rasmiy daromadingiz, hujjatlaringiz, elektron bazadagi ma'lumotlaringiz va arizani vaqtida berishingizdir. Pensiyaga yaqinlashayotganlar ham, allaqachon pensioner bo'lganlar ham, 45 yoshdan oshib kelajagini o'ylayotganlar ham bugundan o'z hujjatlarini tekshirishi kerak. Men sizga aniq aytdim. Mehnat daftarchasini ko'ring, arxiv hujjatlarini izlang, elektron bazani tekshiring. Pensiya jamg'armasiga murojaat qiling, xatolarni oldindan tuzating va norasmiy ishlashning kelajakdagi oqibatini jiddiy qabul qiling. Kim hujjatini vaqtida tartibga solsa, ertaga kamroq sarson bo'ladi. Kim keyin ko'ramiz desa, pensiya kuni eshikma-eshik yurib qolishi mumkin. Sizning fikringiz men uchun muhim. Izohlarda yozing. Sizda pensiya, staj yoki hujjat bo'yicha qanday muammo bo'lgan? Qaysi hududda, arxiv yoki pensiya bo'limida
qanday tajribaga duch keldingiz? Videoga like bosing, kanalga obuna bo'ling va bu ma'lumotni ota-onangiz, qarindoshlaringiz va pensiyaga yaqin insonlarga yuboring. Chunki bitta vaqtida berilgan maslahat butun oilaning pulini va asabini saqlab qolishi mumkin.